O'zim musofir yurtaman. Hikmat Travel orqali ota-onamni, yaqinlarimni umra safariga jo'natmoqchiman. Narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'rib tursalar, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa yangi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'afar akadan to'liq ma'lumot olishdi. Boshladim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun endi boshdanoq narxlar bilan tanishtirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Narxlarimiz, kunlarimiz, masalan, Farg'onadan reyslarimiz kunlari 29-avgust va 30-avgust kuni bor. Bemalol aloqaga chiqib joylaringizni bron qilsalaring bo'laveradi. Buni narxini $995 qilib beramiz. Xo'p, Toshkentdan avgust oyiga ketmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun deyarli har kuni bor. Kun ora har kuni reyslarimiz bor Toshkentdan. Bemalol aloqaga chiqib joylaringizni bron qilsalaring bo'ladi. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkentdan sentyabr oyiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun kunlari 4-sentyabr kuni bor, 5-sentyabr, 6, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Namangandan sentyabr oyiga reyslarimiz kunlari 3-sentyabr kuni bor, 10-sentyabr, 17, 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Narxlar oshib ketgan taqdirda ham agar sizlar joylaringni bron qilib qo'ygan bo'lsalaring, mana shu aytgan narximizda uchib ketasizlar. Avgust oxirigami, sentyabrda boshigami, sentyabrda oxirigami farqi yo'q. Joylarini bron qilib qo'ygan bo'lsalaring, o'sha kelishilgan narxda uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Zo'r, endi aka, o'zim musofir yurtaman, O'zbekistonda emasman, chet davlatdaman. Qanday qilib men ota-onamni joyini bron qilsam bo'ladi degan obunachilarimiz qanday qilib joylarini bron qilishadi aka? Xo'p, pasportlarni tashlab berishsa bo'ldi. Bizga chislosini aytishadi, pasportlarni tashlab berishsa bo'ldi. Bo'ldi. Qolganini sizlar hal qilasizlar. O'zimiz hal qilib tayyor qilib qo'yamiz, aeroportga borib, hisob-kitob qilib uchib ketishaveradi. Uchib ketsa bo'ldi. Gap yo'q, zo'r. Aka, sharoitlari qanaqa endi aka borishga? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastinisalarimiz bor. Avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi gastinisalarda. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Zo'r. Gap yo'q, xudo xolasa menimcha to'liq ma'lumot berdi degan umid. 50 bosh qolib ketibdi. 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib birga kelishadi. Xo'p, bundan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus sifatida har bitta odamga xudo xolasa beriladi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylaring bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa sizlarga yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.